Men Ermanbet va Shohsanam Bozorboyevna University of Business and Science ta'lim muassasasida adabiyotshunos sifatida faoliyat olib bormoqdaman. Bolaligimdan she'riyatga oshno bo'lganligim sababli she'riyatga eng yaqin soha adabiyot ekanligini yaxshi anglar edim va bu yo'lda ota-onam menga yaratib bergan imkoniyatlardan foydalanib, hozirda adabiyotshunos ustozman. Henry Adamsning fikricha, ta'lim berish bir martaga emas, butun umrga ta'sir qilish demakdir. Men buni yaxshi anglagan holatda talabalarimga astoydil bilim berishga harakat qilaman. Ularni erkin fikrlashga o'rgataman. Mening fikrimcha, yaxshi o'qituvchining yuragida vatan, ko'zlarida nur, so'zlarida ma'rifat bo'lishi kerak. Zerikmagan o'quvchi dunyoga teran ko'z bilan boqa oladi degan gap bor. Shuning uchun men an'anaviy ta'limdagi ma'naviyat va intizomni olib, zamonaviy ta'limdagi amalda qo'llashni birlashtiraman va ajoyib ilmiy muhit yaratishga harakat qilaman. Yurtboshimiz aytganlaridek, zamon shiddat bilan rivojlanib borayotir. Bugun har bir talabaning qo'lida olam mujassam. Anglaganingizdek, men telefon aloqalariga, mobil ilovalarga, ijtimoiy tarmoqlarga ishora qilmoqdaman. Bugun zamonaviy talabaning ongida mafkuraviy immunitet yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. U mehnatdan qochmasligi va har doim izlanishdan charchamasligi kerak. Shaxsiy g'oyaviy immuniteti yaxshi rivojlangan bo'lishi lozim. Oliygohimizda ta'lim olayotgan yoshlarga maslahatim, maqsad kerak. Ulug' maqsad. Mehnat esa insonni ulug'laydi. Maqsad bor bo'ldimi? Mehnat bor bo'ldimi? Demakki, buyuk kelajak ham bor. UBS bilan ta'limga yo'l oching.